Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki barlıq Uyghur muhacir qırındaşlar. Ben bu keçi oğanda bilgen bu Nahmeydan sohbetiga çıkıp kaldım. Maksat bugün 2023 7. ayının 13. günü keç saat 5:20'den başlap devamlı desek de olmuştu, biz yenip çıktık okumayım. Kanada turvatkan Gulam Osman başçılığında Türkiye'ye evetken vekilleri Abdullah Nur Qaracım ve başka yerden kelgen kişiler olup 50-70 adam Sapa köyününki Atlas toy zalığı yığılıptı. Ya bu yığılışın asası bu bir neçe gün burun zaten bu şu nemede saylam kıldığanlığını ilan kılgandı. Ben bunu çok dikkatli kılıp ketmegen. Ama bu saylam bolduğanga yakın bir neçe gün içinde Gulam Osman efendim özününki özüge karşı yani bu özünün saylamını kabul kılmay başka saylamga teşekkür eden kişilerini birini uçu, birini buçu, birini Xitay'ın kalkısı, birini münasip çıkarıverdi da. Mana bugün ben bu saylamını öz gözüm bilen köreş için badım. Bağa adam 50'ke yayıtı yetmeydi. Adamınki 80% atışlık kırındaşlar. Çünkü ben ola için tanıdığım mıhılcık. Tanımayacağım bakken. Yani şu yada Gulam Osman ikrarında dedi ki biz Avrupa'nın bir neçe yıl saylam yapmadık. Hiç kanday yada ma saylamını teşekkür eden adamlar gelip mana biz halk dep bizning karşımıza çıkamadı dedi. Şuna bugün biz ikrarında ve saylamga kelgen halkның aldıda onun karşısına çıkıp bu saylamның bundan 2 yıl burun Osman Turan kılgan saylamның çıkana pek bulmaydıganlığını bir millet, bir devletin hükümeti bir bolduğanlığını eğer Gulam Osman'da Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yani devlet reisi bağdak salayet bolsa aldı bilen hiç konusu mahalıkның 30-40%'ni ittifaklaştırıp andın saylam avaz koşuşunu tavsiye kıldık. Ben bundan burumu dedik ki ben hem de köp halk bildi. Ben şu 2 yıldan beri umum Uygur'a bir sürgünlükle badın kirek olganlığını bütün dünya maksat umum saylam yapıp verişine teşebbüs kılıp geldim. Yani bunu keyin Nurgül Hanım ve başkalar kıldı. Şunu ben azıcık Irak'tan qaradım ama içki bek alışıp ketmedim. Nöşke başlar kılıtkan eken dep. Bu saylamga tayyorluk kılayotgan kişilerimi Gulam Osman efendiga neşitini teklif berganligini dedi. Eğer sizni halk saylab qas biz sizni saylaymiz. Saylamga qatnashing halk qilsin deb. Bu adam bunu fakat qabul qilmay bugungi saylamga nima dedi desa özüden başka hamma adam salahiyatsiz ekan bu yerda. Özünün başkalarına çıkan salahiyeti yokken. Birini casusda, birini birasida casus, hain diyemeyenlerin fakat senin karşında tuğallığı 3 yılla yaman körlemde o. Çünkü biz umum bir halk. Eğer ma hükümet bir atışlıkını hükümete kapkagan olsa, çünkü da deganligim atışlık kardeşler xablab ketmanglar, belki özanglar bilirler, bugün kelgenlerininki 85% atışlık. Atıştın adamlar çünkü ben köpünün torunum bir kelgenlerine geçiyorum. Yani başka yerde kimle geldi okumayım ben. İstanbul Sapa köyündeki saylamga kelgenlerinin 85% atışlık. Yanındaki umumi adam sanı 50'den aşmaydı. Bir devletin sürgünde hükümet bu teşkilat emez, bu yer dernek emez. Bir hükümet saylamga 15 milyon adam ba Sapa köy rayında aran 50 adam katnaşsa
bu nimadan derak beradi? Xalqning seni e'tirof qilmaganligidan derak beradi. Sen o'zingni men oq, soq, o'chi, buchi, boshqalar xoin, jasus desangmi, xalq og'zidan chiqarmagan bilanmi sen boshlanjaq farqing yo'q degan ma'noda bo'ladi. Şuna men yanala G'ulom Osmon bo'lsin, Solih Xudoyor bo'lsin va boshqa uning atrofidagi odamlar bo'lsin, ulardan shaxsiy mening hech qanday ziddiyatim yo'q. Ham o shaxsiy ziddiyat uchun bu dunyoda yashab çelik ömürde onda qilolmaymiz. Xalqning manfaatiga kim ziyon soldika uning qarshisida so'zlaymiz aniq. Agar G'ulom Osmon mushu bo'pti o nimani senin karşı senden böyle bir çıkarlığa yakması bo'ldi. Boshqa xalqning nusqa atrofı yig'ib bu demaysiz onu. Boshqa mayli tashkilotlar olsun, jamiyatlar olsun, ittifoqlashib, birlashib bu hukumatni kuchlantiraylar. Yoki agar men xato qilsam men chiqib ketay deb bir qizib demaysizlar uni. Chunki quruq bo'lsa-mu, shu quruq ostiga mirab bo'lishni sharaf deb qarab turgan kishilar. Men xalqni o'lab tursan kar yo'q. Bu hukumat batı 5 yildan yoqi Endoneziyadan 3 Uyg'urni aketdi. Hozir Hindistonda 3 Uyg'ur yotidi. Saudiya Arabistonda yotidi. Turkiyadan qo'da bu yoqqa Xitoyga yaqinga qaytib ishlar anlamada qanday yotqanlar bor xalqdan. Marokashda yotidi. Agar sen bir xalqning hukumati bo'lsang, quruq nom emas, men xalq manfaati uchun u xalq seni qo'llasin, men hukumat o'tirib chiqqan kelsan, uning xizmatini qilishing kerak. Agar atış tutumlar deb qalsa shu atış hukumat olacaqda boshqa xalq seni e'tirof qilmas haqqi bor. Shunga bugun men o so'rinni Ahmaddan o'zim deb qo'ydim. Bugungi bu saylovning bundan 2 yil burun Osmon Turan qilgan saylovdan hech qanday farqi bo'lmadi. Kelgan odam shunchalik qatnashgan odam shu bor. Men uni ustiga keyinni yaqinmadim, Ahmaddan o'z deb qo'ydim. Xalq nima qilib badonligim bu joqqadir. Shuning uchun aslida bir hukumat bizga kerak. Markaziy hukumat, mayli surgunda hukumat, mayli markaziy hukumat bo'lam, nim bo'lsin, bir hukumat bizga kerak. Ammo 4 odam o'z chiqib bir hukumat qurib olsa, bir odam 5 chiqib qurib olsa, hukumat necha ketadi? Bu tashkilot emas, yo partiya emas, hukumat degan bir millat, bir davlatda faqat bir bo'ladi. Tashkilot, partiya necha ketsa mayli. Shunga yanala G'ulom Osmon boshchiligidagi özünü hükümet deb çatırib olgan kishilar yana o'yinni bakınlar. O'zinglarni emas, bir xalqni o'ylab bakınlar. Sizlar xalq uchun nima ish qilib beraldinglar? Xalqdan nechalik odamlar sizni e'tirof qilyapti? Asli bir hukumatni qanchalik odam e'tirof qilish kerak edi? Mana o'ylanglar. Shunga bo'lsa, hayron bo'lsa-mu oldimizga keladigan xalq sayloviga o'zinglarni nomzod qilib saylasanglar, agar xalq sayloviga qatnashgan kishilarmi yana sizlarni saylab qolib qolsa, salomlar. Biz shaxsan men sizlarni boshlab tanıyorum. Ammo shu yerda men shalnib ketsanglar, o'zinglarniki nimalarniki shu ixtiroli shu ekanligini ifodalaydi. Shu masalan bu yerda siz degandek oqchi, ko'kchi, jasus, o'chi, bo'chi demayman. Chunki undan isbotim yo'q. Ammo men sizlarni aniqla aytaman, iqtidorsizlar sizlarchi. Bu Sharqiy Turkistonning Cumhur raisi bo'g'dak iqtidor sizlarda yo'q ekan. Agar bo'lgan bo'lsa, mushu saylovlarda, mushu 5 yil ichida odamlarni ittifoqlashtirib, boshqa tashkilotlarni o'zlariga qitib, odam sonini ko'paytib, hukumatni, qolgan hukumatlarni atrofiga akilib, jasus bo'lmasinlarchi, bir kuchaytirdilar. Bu yerda faqatla bir o'rinni egallab, sizlar hozir mulodaysizlikka Xitoyning vazifalik odamlari bizga qarshi turadi deyapsizlar. O'zinglarning Xitoyning vazifasini ado qilib, hukumatning quruq joziga aylantirib qo'yganligini e'tirof qilmayapsizlar. Asli Xitoyga yemsa qilmasizlar. Unda bo'lmasa bu hukumat deganning bo'libmi Uyg'urdek izilgan millat hukumat albatta qo'llaydi ekan. Agar xalqning ra'yiga baqsanglar, xalqning nimaga ehtiyoj ekanligini bilsanglar, uning qarta ish qilsanglar, xalq albatta sizni qo'llaydi ekan. Bu kecha olganda belki ziyoda nuqtatmay qoldim o'sha. Asosan bu mening so'zligim, shu hukumatning adamini da'vo qilgan kishilarga qarab so'zladim. Men ularni xoin, jasus obo demayman, ammo oshkora iqtidorsiz ularchi. Bu millatning qutqizish iqtidori ularda yo'q. Shuning uchun to'rt adam bir joyda hukumatda turib olmay,
umum xalqqa ovoz qo'yib, umum xalq saylagan vakillar tanlab chiqqan bir odamni boshliq qilib qilsak, bu chog'da xalqni e'tirof qiladi, dunyoni e'tirof qiladi. Bu mustaqillik xuddi bir partiyadek, tashkilotdek. Uni Turkiyada Turkiyada İstanbul deymiz. Her bir yurtninki o'zining jamoati bor. Agar yurtning jamoatini chaqirsa, bilgan saylam soniga kelgan odamning jiq jamoat keladi. Mush İstanbulda az bo'lganda 4-500 otishliq bor. Kelgandan 50 ketmaydi ki. Demak, o'zining xalqimizni qo'llab ketmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, meniliqi belki magip bilan taxim ochig'ini kelib buni oqchi, ko'kchi, xitoychi chiqqan deb deyishinglar mumkin. Nima deb desanglar mayli. Üstümde Allah şahit, anadaki xalqimiz guvoh. Sizlar iqtidorsiz iniqlar. Sizlarda xalqni yetaklaydigan salohiyat, azodlikqa boshlaydigan iqtidor yo'q. Xayr xo'sh, Allohga emanet.